Agar sizda Angelina Jolie kabi aniq, chotki yuzning konturlari bo'lmasa, demak bu video aynan siz uchun. Liposuksiya podborodka juda yengil va tez operatsiya hisoblanib, ikkita teshikchalar yordamida ortiqcha yog'lar olib tashlash, ikkinchi bag'bag'ani yo'qotish va chiroyli konturlar hosil qilish operatsiya deb hisoblanadi. Doim kameraga yaxshi tomonlaringizni qidirmasdan, retushlardan foydalanmasdan muammoni asosli yo'l bilan hal qilganingiz ancha samarali va osondir. Podborodok sohasiga qiladigan lipolitiklar esa bekorga ketgan pul. Ular na sizni iyagingizni kichraytiradi, konturlar ham hosil qilmaydi. Aksincha fibroz paydo bo'ladi va juda ko'p miqdorda notekisliklar hosil bo'ladi. Oxir-oqibat esa siz baribir plastik jarrohga murojaat qilasiz va bu muammoni yechasiz. Muammoni to'g'ri yo'l bilan hal qilaylik. Keyin esa fillerlar yordamida chiroyli va aniq konturlar hosil bo'ladi. Agar videomiz sizga qiziq bo'lgan bo'lsa va chiroyli konturlarga, nafaqat chiroyli kontur, yosharish effektini olmoqchi bo'lsangiz, Renessans klinikasi doktor Suleymanovaga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat.